Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Demak, ko'rib turayotganingiz qonun haftalik ko'rsatuvining navbatdagi soni. Demak, sizlar bilan men Xushnoz Shahzodbek Majidov. Demak, qonun haftaligining bugungi sonida biz O'zbekiston Respublikasi o'tgan hafta davomida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar haqida gaplashamiz. Demak, mamlakatimizda o'tgan hafta davomida jami 7 ta normativ-huquqiy hujjat, ya'ni bitta O'zbekiston Respublikasi qonuni, 3 ta Vazirlar Mahkamasining qarori va 3 ta idoraviy normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi. O'tgan hafta davomida qabul qilingan eng asosiy qonunlardan biri bu O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga, sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish tizimini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni hisoblanadi. Ushbu qonun bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgarish va qo'shimchalar kiritildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 198.2 moddasiga o'zgarish va qo'shimchalar kiritilib, unga ko'ra sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarni ijro etish to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik, ya'ni qarzdorning daromadlari va mulkiy ahvol haqida noto'g'ri ma'lumotlar berganlik, ijro hujjatini yo'qotganlik, undiruvni qarzdorning ish haqidan hamda unga tenglashtirilgan to'lovlardan ushlab qolish uchun yuborilgan ijro hujjatlarini ijro etish, ularni hisobini yuritish va ularni saqlash tartibini buzganlik, shuningdek, qarzdor o'zining yangi ish, o'qish joyi, pensiya va boshqa daromadlar olish joyi haqida ma'lum qilmaganligi uchun mansabdor shaxslarga solinadigan jarima miqdori ko'tarildi. Unga ko'ra, mansabdor shaxslarga solinadigan jarima miqdori 15 baravardan 20 baravargacha miqdorda oshirildi. Shuningdek, ushbu qonun bilan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yurish to'g'risidagi kodeksiga ham o'zgarish va qo'shimchalar kiritilib, endilikda sud bo'yicha chiqarilgan ijro varaqasi undiruvchi jismoniy shaxslarga elektron hujjat tarzida, ya'ni ularning O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali shaxsiy kabineti orqali, ya'ni my.gov.uz sayti orqali, undiruvchi yuridik shaxslarga esa soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali yuborilishi. Agar O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida undiruvchi jismoniy shaxsning shaxsiy kabineti mavjud bo'lmasa, ijro varaqasi unga qog'oz shaklda berilishi belgilab o'tildi. Bundan tashqari, ushbu qonun bilan sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunga, fuqarolik protsessual, iqtisodiy protsessual va soliq kodekslariga ham o'zgarish va qo'shimchalar kiritib o'tildi. Shuningdek, o'tgan hafta davomida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini tartibga solishga qaratilgan ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi qarori va Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi akademik litseylarning iqtidorli bitiruvchilarini yurisprudensiya yo'nalishi mavjud oliy ta'lim tashkilotlariga suhbat asosida test sinovlarisiz o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizomni tasdiqlash haqidagi qarorlar ham qabul qilindi. Ushbu qarorga ko'ra, endilikda Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi akademik litseylarning iqtidorli bitiruvchilarini O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat yuritayotgan yurisprudensiya yo'nalishi mavjud davlat oliy ta'lim tashkilotlariga suhbat asosida test sinovlarisiz o'qishga qabul qilish belgilandi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, ushbu qabul jarayonlari Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Huquqni izohlash akademiyasi, Amir Temur nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat xavfsizlik xizmat akademiyasi, Bojxona instituti, Jamoat xavfsizligi universiteti, Mudofaa vazirligi tizimidagi oliy ta'lim tashkilotlariga, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan xorijiy va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari hamda ularning filiallariga nisbatan tatbiq etilmasligini unutmaslik lozim. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yashil davlat xaridlarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari ham qabul qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi, O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining qarorlari bilan tasdiqlangan energiya auditorlari uchun yoqilg'i energetika resurslari iste'molchilarida, bino va inshootlarda energiya auditi o'tkazishni belgilovchi texnik topshiriq, dasturlar, energetika pasporti va tashkiliy texnik chora-tadbirlar rejalarining namunaviy shakllari hamda energiya auditorlariga qo'yiladigan minimal talablar tasdiqlandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining buyrug'i bilan tasdiqlangan depozitar operatsiyalar hisobini yuritish qoidalari va hujjatli qimmatli qog'ozlarni yo'q qilish bo'yicha yo'riqnomasi ham tasdiqlandi. Hurmatli tomoshabinlar, demak, ushbu normativ-huquqiy hujjatlar matni bilan bevosita batafsil tanishib chiqish uchun siz www.lex.uz saytiga tashrif buyurish orqali demak tanishib chiqishingiz mumkin. Qonun haftaligining demak navbatdagi soni edi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.